Savol yana qayerga ketyapsiz? Men bayramga ketyapman. Bugun bayram. Yana qanaqa bayram endi? Bugun ustozlar bayrami. Ustozlar bayramida biz do'stlarimizni ko'ramiz, yana sovg'alar olamiz. Obbo! Bo'l, meni vaqtimdaman, men ketdim. Ha, aynan bir necha yillardan buyon an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan ustozlar 5-milliy forumi Uchko'prik tumanida ham katta uyushqoqlik bilan o'zgacha shukuhda tashkil etildi. Sifatli ta'lim yangi O'zbekiston taraqqiyotining mustahkam poydevori ayni shior asosiy maqsad etib belgilangan forum avvalida tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari ishtirokida bayram tadbiri o'tkazildi. Unda o'zining faolligi va fidoyiligi bilan ta'lim rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan soha vakillari, ta'lim va fan xodimlari kasab uyushmasi Uchko'prik tuman bo'linmasi tomonidan munosib rag'batlantirildi. Yildan yilga ustozlarga, pedagoglarga bo'lgan e'tibor, hurmat oshib bormoqda. Albatta biz pedagog xodimlar bundan behad xursandmiz. Bu yerda o'qituvchilarni yangi o'quv yiliga shijoatlarini, qiziqishlarini ko'rib, yana ham ustoz bo'lganingdan faxrlanib ketasan. Bu forumda oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz, yangi o'quv yilidagi rejalarimiz ko'rib chiqildi. Shundan so'ng o'qituvchilar va tarbiyachilar ishtirokida amaliy mashg'ulotlar, ochiq o'quv jarayonlari tashkil etilib, ta'limdagi ilg'or tajribalar o'rganildi. Ta'lim sifatini oshirish o'quvchilarni nafaqat bilim olish, balki kasb hunarga ham to'g'ri yo'naltirish bo'yicha muhim ish rejalari tuzildi. Ayni yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, ilg'or pedagogik tajribalar va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini yanada oshirish masalalari muhokama qilindi. Yangi 2026-2027 o'quv yili rejalarini belgilash, maktablarda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilar uchun qulay sharoitlar yaratish, xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda zamonaviy bilim berishlarga erishish maqsadida ushbu forum tashkil etilyapti. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan 5-ustozlar milliy forumi Uchko'prik tuman bosqichi. Bu shunchaki bir kunlik tadbir emas, balki ta'lim sifatini yanada oshirish, ustozlarning tajribasini boyitish va yangi marralar sari birgalikda intilish uchun muhim maydon markaziga aylandi. Zero sifatli ta'lim shunchaki bilim berish emas, bu kelajak avlodga berilayotgan eng katta imkoniyatdir.